Xudodan. Xudodan. Har kechasi yotgan payti so'rayman Xudodan. Yonib boribdi. Siqilib ketaman-da, rost aytgan. Adam sog'inaman. Hammasini adasi bo'lsa, mana adam bo'lsin deyman, lekin umid. Endi baribir qiz bola adasiga yaqin bo'ladi deydi-ku. Men adam yaxshi ko'radi. Adamga o'xshayman. Hamma aytadi, jo'ralari adasiga o'xshaydi, adasining qizi deb. Nima qilib shu paytda nima bo'laman? Sog'inasan adang. Sog'inaman. Boya keldi-ku, hammasi aytadi, adasining qizi, adasiga o'xshaydigan deb. Ko'rdingmi, sizlarni qo'llab-quvvatlab turibdi, adang o'rtoqlari. Xursandmisizlar? Xursandman. Shunday hali o'rtoqlarni ko'rdingmi? Adang yaxshi inson bo'lgan ekanda. Sizlar ham o'zimizni farzandlarimizday ona qizim. Qizim bilan barobar ekaning. Nima edi orzung? Orzum nima deydi? Adam bizlar aytadi, sizlar Toshkentga olib boraman, aylantiraman deb. Endi kasal bo'lgandan keyin, o'limdan o'tgandan keyin orzular o'shalmayapti. Shuni orzular oshirish uchun oyimni nima Toshkentlarga qidirtirib, santrlarga yotqizib va yaxshi yerda o'qib, yaxshi yerda ishlab, pul topsam, onamni boshimda ko'tarib yuraman, hech qachon tushirmayman. Nima deydi? Bundan keyin hech qachon qiyinchilik bo'lmaydi. Xudoyim bizlarga bunday sinov berdi, ko'zimizni ochdi. O'zim pul topib yurdim, hammasini yig'ib. O'zi 11-sinfda titirlik qilyapsan, ha? Qancha topasan oyiga? 300 ming. O'rtoqlarim biladi hammasi. iPhone ishlaydi, adam olib berdi, oyim olib berdi dedim. Telefoning bormi sani o'zi? Ukamning telefoni ishlaydi. Telefoning yo'q, ha? Mana yig'lamadi, xudo xolasa, mana shu hamma narsam bo'ladi. To'g'ri, mana oyim aytsam bo'ladi, oyim menga bunaqa olib bering desam, oyim o'zidan topgan pul uyga ketadi-da, uyga. Ijaraga ham turdingizlar, ancha qiynaldingizlar. Nasib bo'lsa, siz senga ham bitta alohida xona qilib beraman, xo'pmi qizim? O'zingni xonang bo'ladi, o'zingni nima deydi, kravating bo'ladi. Otangni o'rnini bilintirmaymiz, qizim, xo'pmi? Faqat xafa bo'lmanglar. Bu ham bir taqdir, sinov Allohniki. Bilaman. Sizlarning yoshlik davrlaringizni qiyinchilik bilan o'tkaryapsizlar-da. Boshqalarni ko'chada ko'rsatib o'tkazsa, bizlar nolmayman unga. Allohga ham rahmat aytaman, hozir bizlar ko'zimizni ochdi, alamlar qilmaydi.